Bu video artrit bemorlari uchun tayyorlangan. Uy sharoitida xavfsiz mashqlar qilib, videoga olish vaqtida mikrofon yoqilmay qolgani sababli ozvuchka qilishga to'g'ri keldi. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Bu yerda Abduvahid aka, harakatdan qo'rqmang. Eng muhimi muntazam mashq. Uyda bo'ladimi yoki zalda farqi yo'q. Tashlab qo'ymang, chunki agar harakatni to'xtatsangiz, artrit boshlang'ich bosqichdan ikkinchi, uchinchi bosqichga o'tishi mumkinligi to'g'risida aytib o'tmoqdalar. Eng muhimi harakat qiling va o'z sog'lig'ingizni asrang. Endi mashqlarga keladigan bo'lsak, bizga shunaqa oddiy sport tovarlarda sotadigan rezinka kerak bo'ladi. Videoda ko'rib turganingizdek, rezinkani qotirishimiz kerak bo'ladi. Uyingizda shu urovindagi trubami, kravatmi, nima topsanglar o'shanga qotirib, yoningizga stul qo'yib, tagiga kichkinaroq yostiqcha qo'yib, udobno o'tirib olamiz va oyog'imizni uchi bilan rezinkani tortamiz. Shu ko'rinishda 20-25 martadan mashq bajariladi. Keyingi mashqimiz uchun bizga shunaqa arqon kerak bo'ladi. Xalat poyasi bo'lsa ham bo'laveradi. Videoda ko'rsatilgandek oyoqqa boylaymiz. Juda ham qattiq siqmagan holda ozgina bo'sh joy qolishi kerak. Qotirib olganimizdan keyin bizga mana rezinka kerak bo'ladi. Bu rezinkalarni ham bemalol sport tovarlardan topsanglar bo'ladi. Narxi ham juda ham qimmat emas. Endi mana shu rezinkani stulga o'tirib olib, oyoqqa qotirishimiz kerak. Va bizga shunaqa kichkina yostiqcha kerak bo'ladi. Bu yostiqchani tizzani tagiga joylashtiramiz va rezinkamizni oyog'imizga taqib olamiz, именно mana bu poyasga. Va xuddi shu ko'rinishda oyog'imiz tortilishi kerak. Ko'rib turganingizdek, oyoqni uchi bizga qarab turishi kerak, ya'ni tepaga qaragan holda bajariladi mashq. Ko'rib turganingizdek 20-25 marta bu ham qaytariladi. Keyingi mashqimiz yon taraflama endi o'tirib olamiz. Va belbog'ga qotirib olamiz. Ko'rib turganingizdek va videoda ko'rsatilgandek mashqqa qaytaramiz. Endi xuddi shu mashqimizni boshqa tarafimiz bilan qaytaramiz. Keyingi mashqimiz oyoqni uchida turgan holda tepaga va pastga ko'tarilib tushamiz. Buni ham 20-25 marta qaytaramiz. Keyingi mashqimiz oyoqni shunaqa ozgina podyon bor joyga qo'ygan holda ikkinchi oyog'imizni opora qilib ushlaymiz va qo'limizni shunaqa devorga qo'ygan holatda cho'zilishimiz kerak bo'ladi. Va xuddi shuni ikkinchi tarafimiz bilan ham qaytarishimiz kerak bo'ladi. Va yakuniy mashqimiz rezinkani tepadan fiksatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik qatga fiksatsiya qilsak bo'ladi deb so'rashadi. Eshikni tepa qismiga qotirib qo'ysanglar bo'ladi bu rezinkani. Agar qanaqa qilishni bilmasanglar, kommentariyda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mashqimizga qaytadigan bo'lsak, rezinkani oyog'imizga qotirib olgan holda stul uchiga o'tirib bu mashqni bajaramiz. Aziz kuzatuvchilarimiz, bu oxirgi mashqimiz edi. Muntazam shug'ullanish sizga albatta natija olib keladi. Xayr va salomat bo'ling.